Tarbiyaga o'zimiz muhtoj. Kitob o'qib ko'zing tolmasin, birodarim. Qilgin bir iloj, bolang Rossiyaga bormasin. Dadang Rossiyani supurdi, o'zing Rossiyani supurding, ichingda ming bora tupurding. Bolang Rossiyaga bormasin. Koshki bo'lsa haqqing, huquqing, kiyinishing yoqmaydi xulqing, o'rislarga yoqmaydi turqing. Bolang Rossiyaga bormasin. Yo'lin to'ssa devor yiqitgin, nafsingni kalxatga cho'qitgin, kafaningni sotib o'qitgin, choponingni sotib o'qitgin, boringni ham hamma narsangni sotib o'qitgin. Bolang Rossiyaga bormasin. Dang'illama to'ylaring bekor, qurgan qasr uylaring bekor, Rossiyada bo'lsa mardikor, bolang Rossiyaga bormasin. Bola bo'lib arzini qilsin, sunnati yu farzini qilsin, sham yoqib tur darsini qilsin. Bolang Rossiyaga bormasin. Bolang Rossiyaga bormasin. Bolang Rossiyaga bormasin. Niyatim farzandlarimizni olim qilaylik, toki mardikorlikka kuni qolmasin, toki bizning vatan mardikorlarni emas, olimlarni eksport qiladigan qudratli davlat bo'lsin. Vatan omon bo'lsin.